Bu yıllarda biz hayatning ma'nosini qaytadan tushundik. Do'stlarning qadrini, tuqqanlarning mehrini qaytadan his qildik. Bu yillarda biz o'ylagan ishning, hatto o'ylamagan ishningmi cho'qim yuz berdiganligiga ishondik. Nurg'un ishlarda o'zimizning amalsizligini, sukutdan boshqa choramiz yo'qligini bildik. Bu yillarda biz o'zimizning kimligini, qanchalik inson ekanligimizni qaytadan tunidik. Nimani deyish, nimani demaslikni, har bir kunni qadrlashni qaytadan o'rgandik. Bu yillarda biz nurg'un ishlarning ortish ekanligini, nurg'un narsalarning vaqti kelsa hech nimaga arzimaydiganligini bildik. Hayotning qisqaligini, hatto biz o'ylagandimi qisqaligini his qildik. Kunda ko'rib turadigan ashu qadrdon kishilarimizni yana bir ko'rishning tasligini, tasligini bildik. Bu yillarda biz qadrlashning ma'nosini, azobning ta'mini, ayrilishning ochiqini haqiqiy his qildik. Bu yillarda biz